O tip. Oy, Ronaldo baribir boshqacha futbolist. Men ham katta bo'lsam-da Ronaldoga o'xshagan katta futbolchi bo'laman. Katta futbolchi bo'lasan, Ha? choyni ichib bo'ldingmi? Ichib oldim. Tur bor, mollaga ovqat ber. Tur o'rningdan. Xo'p. Ronaldo bo'lamisan, odam bo'lib oldin. Tip. Yes. Gol urdi. Assalomu alaykum dada. Sizga zo'r yangiligim bor. Bugun maktabda sinf bo'yicha chempionat bo'ldi. O'zim 3 ta gol urdim. Hat-trick. O'g'lim, jazo'r ish qilibsiz a? Qirqqa kirgan otangiz haligacha qo'yga yem berib yursin, siz to'p orqasidan yugurib yuring. Menga qara bola, jonimga tegdi mana shu futboling. Uydagi ishlardan ortsang, keyin futbol o'ynaysan. Yo'qol ko'zimdan. Ada tabrikli. Biz maktablar o'rtasidagi chempionatda 1-o'rinni oldik. Ha, zo'r ish qilibsan, balales, gap yo'q. Keyingi hafta Toshkentga Paxtakor akademiyasiga chaqirishyotdi. Shuni aytmoqchi edim. Bolam, jonga tegdi mana shu futboling. Qo'shnining o'g'li Jamshid ingliz tilini o'rganib, chet elga o'qishga ketyapti. Grant yutgan. San kubok yutdim deysan. Bolam, bitta narsani tushun. Koptokni orqasidan yugurib oila boqib bo'lmaydi, pul topib bo'lmaydi. Bugundan boshlab yana bir marta futbol haqida gapiradigan bo'lsang, bola, yaxshilik kutma. Yo'qol ko'zimdan. В раунде плей-офф, я думаю, Ana точно qo'shnimizni решится o'g'limi этот вопрос. Abduqodir Может быть. Э? Исторический матч. Ha, Abduqodiru o'g'ling bilan to'p tepib yurardi. dadasi qarang mahallada to'p tepib yurardi. Katta bola bo'lib qopdi-ya. O'zi xotin rosa bir harakatchan bola edi-da. Men bu bolaga ishonardim, bori qanaqa zo'r bo'lib ketdi. Sani o'g'ling ham ozginagina shu bolaga o'xshab harakat qilganda bir nimaga erishgan bo'lardi. Kim biladi qayerda yuribdi hozir bu o'g'ling? Alkash.